Salom, Pep. G'alaba ustiga ustak quruq hisobda. Albatta mamnun bo'lsangiz kerak. Bugungi o'yin haqida umumiy fikringiz qanday? Ha, bizga Enfield'dagi o'yindan keyin muvaffaqiyatsiz seriyani to'xtatish juda muhim edi. Bu mavsum boshida qiynalgan jamoaga qarshi o'ynadik. Ammo Rob Edwards kelgach, ular ancha o'zgardi va natijalar ham yaxshilandi. Ularning so'nggi o'yinlari, hatto duranglar ham juda zich kurashlarga boy kechdi. Shu sababli o'yinni yuqori energiya bilan boshlash muhim edi. Birinchi bo'limda biz juda yaxshi harakat qildik, ammo Husanov qoidabuzarlik qilgach, vaziyat murakkablashdi. Raqib qayta joylashdi, oldinga intildi va so'nggi 20-25 daqiqada o'yin biroz sustlashdi. Shunga qaramay, taqvim va o'yinlar zichligini inobatga olsak, bu yaxshi natija. Umid qilamanki, ushbu ijobiy kayfiyatni chorshanba kungi o'yingacha saqlab qolamiz.